Söyümlük savaştaşlar yaxşımısınızlar? Bugün kutadgu bilikning birinci babı Uyghur tili ve İngiliz tilideki seliştirme mazmununu hazır sözleşke başlayma. Aldı bilen biz birinci babning temasini görüp baksak. Aras kutadgu bilik İngiliz tilida wisdom of royal glory. Wisdom akıl parasat of ning din ibaret degemende royal glory padişahlık royal glory şan şöhret şan şevket yoki baxt saadet desek bo'ladi yani padişahlık baxt saadetning aql parasti deb tarjim qilgan amaliyotda kutadgu bilig yani kut baxt saadet adgu bergüçi ilip kelgüçi bilik bilim baxt saadet ilip kelgüçi bilim wisdom of fortune deb tarjim qilsakmi albatta bo'ladi. Endi birinci babninki temisi qudratlik ve ulug' Tangrining madhiyasi aytiladi degan Uyg'ur tilidagi bu mazmunni inglizcha qanday tarjim qilgan deganda in praise of God may he be exalted. Bu yerda praise deganimiz maqtash, madhiya degan ma'noda. Maqtash, madhiya. Undaqda in praise degan maqtashning ichida yoki madhiyaning ichida of God. God degan yaratquchi, Tangri, Xudo degan ma'noda. Undaqda in praise of God Xudoni madhiyalash ichida yoki yaratquchini yoki Tangrini madhiyalash ichida may he be exalted. Bu exalted degan gap ulug'lanadigan, ulug'langan, martabasi yuqori bo'lgan degan gap may he be exalted. He degan bu yerda shu odatda normalda yaratquchini, Tangrini, Xudoni ingliz tilida har qanday jumlaning har qanday yerida kelgan vaqtda yani u deb oladi, yani yana u deb olgandimi h harfini cho'qim cho'ng yozadi. Shunga may he be exalted. U ulug'lang'ay, ya'ni Xudo madhiyalash ichida ulug'lang'ay degan ma'noda. Uyg'ur tilida qudratlik va ulug' Tangrining madhiyasi aytildi. Ya'ni mushu birinchi babda tiki mazmun qudratlik va ulug' Tangrining madhiyasi aytildi. Ya'ni inglizchada in praise of God may he be exalted. Madhiyalar ya'ni yaratquchi Tangri yoki Xudo madhiyalar ichida ulug'lang'ay deydi. May he be exalted. U ulug'lang'ay. May degan gap mundaq bo'lg'ay degan ma'noda. Undaqda biz birinchi babninki birinchi misralarini ko'rib chiqaylik. Birinchi va ikkinchi misrasi amaliyotda bu hozir so'zlaydiganimiz. Uyg'urcha ma'nosiga qaraylik. Yaratgan va tarbiya qilgan va kechirgan egamning nomi bilan so'zim boshladim. Bu yerda egam ya'ni Tangri yaratquchi, yaratgan va tarbiya qilgan va kechirgan egamning nomi bilan so'zim boshladim. Endi inglizcha buni qanday qilgan? I begin my discourse with the name of God, Creator, Nourisher, Pardoner. I begin my discourse. Men başladım, yoki başlayman my discourse. My degan mening discourse, so'zim. Men so'zimni boshlayman. Uyg'urchadagi ma'nosiga qarasaqmi, oxirida so'zim boshladim deb. I begin my discourse. Men so'zim boshladim deb tushunamiz. Nim bilan? With the name of God. Tangrining yoki egamning nomi bilan. Name degan nomi, ismi. With the name of God. Tangrining yoki egamning yoki yaratquchining yoki Xudoning nomi bilan so'zim boshladim. Endi shu Tangrini ya'ni yaratquchini endi sifatlab nima deydi? Pash qo'yib
creator yaratquchi, nourisher ozuqlandirguchi, pardoner kechirguchi. Bu yerda Uyg'ur tilidagi mazmunni qaraydigan bo'lsaqmi, shu mazmun bor. Yaratgan deydi. Ayada creator, yaratquchi deb olgan ingliz tilida va tarbiya qilgan. Tarbiya qilgan degani nourisher. Nourisher deganimiz ozuqlandirgan degan gap. Bu nourisher deganimiz ham mayli moddiy jihatdan bo'lsin, ham mayli ma'naviy jihatdan bo'lsin, ozuqlantiruvchi bo'lsa, biz uni nourisher deymiz. Shunga Tangri ham moddiy ham ma'naviy jihatdan ozuqlantiruvchi bo'lg'achqa nourisher deganni olgan. Ozuqlantiruvchi. Bu yerda tarbiya qilgan deb olgan Uyg'ur tilida. Va kechirgan, bu yerda partner va kechirguchi, yaratquchi, ozuqlantiruvchi, kechirguchi egamning nomi bilan, with the name of God, men so'zimni boshladim yoki nom bilan so'zimni boshladim. I begin my discourse. Shunga ingliz til bilan selishtirib ko'rsanglar bo'ldi. Shaxsan men ikkisini selishtirib bir xil shunday huzur topaman demoqchi. Yaratgan va tarbiya qilgan va kechirgan egamning nomi bilan so'zim boshladim. I begin my discourse with the name of God, creator, nourisher, partner. Endi Uyg'ur til bilan ingliz tilininki bir xil ifodalash usuliga, ifodalash shakliga qaraydigan bo'lsaqmi, bir xil dumko'mtirilish deganimiz, ya'ni oldi keyinda, keyini oldida. Ya'ni Uyg'ur tilida so'zim boshladim degan bu mazmun eng oxirgi kelgan xabari. Endi ingliz tilida bo'lsa, beshida bor. I begin my discourse. Men so'zimni boshladim. Ondan keyin o'ttirdi kelgani, Uyg'ur tilida o'ttirdi kelgan, ingliz tilida o'ttirdi kelgan. Ya'ni egamning nomi bilan, ya'ni kechir egamning nomi bilan, ya'ni with the name of God. Tangrining nomi bilan, with the name of God. Endi yaratgan, tarbiya qilgan, kechirgan, ya'ni creator, nourisher, partner deb sifati oxirida kelgan. Undaqda biz keyingi misralarga qaraylik. Qutadğu bilikning Uyg'ur tili 2012-yildagi nashriga qaraydigan bo'lsak, shu nazmiy nashriga qarasak, hozir men shu darslikda olgan bir jumla, ya'ni chikit bilan oxirlashgan bir jumla ikki misra qilib ilinadi. Shuningga diqqat qilib, shu kitob qo'linglarda bo'lsa, Uyg'ur tilidagi ko'rib baqsanglar bo'ldi. Qudratlik Allohga tuman ming sana ve köp medihiye bolsun, u yo'qolmaydi. Bu yerda ba'zi imloda Allah deb Allohning keyiniga hi harfini oladi. Endi bu 2012-yilgi nashr qarasam, hi harfini olmaganlik uchun men ham shu kitob bo'yicha olmay bu yerga yozdim. Shuning uchun ba'zi o'quvchilar har xil taklif fikrlarni bermoqchi bo'lsa, shu kitobni o'qib, shu kitobni nashr qilganlarga taklif fikr bersanglar bo'ladi. Chunki men kitob bo'yicha yo'l tutdim demoqchi. Qudratlik Allohga tuman ming sana va ko'p madihiya bo'lsin, u yo'qolmaydi deydi. Uyg'ur tilini men tushuntirishim nojoiz, hamda ingliz tiliga qaraydigan bo'lsak, countless praises to the Almighty One who does not pass away. Countless. Sanaqsiz degan gap. Praises, madhiyalar, ya'ni bu yerda tuman ming sana va ko'p madhiya deganimiz shu countless praises degan gap Uyg'ur ingliz tilida. Sanaqsiz madhiyalar to degan g'aqa gaka to the Almighty One. Almighty degan gap hammaga qudratlik. One degan shu bir. Bu yerga one Almighty ga qaraydigan bo'lsaqmi, A cho'ng harf bilan yozilgan. Bu Almighty da A cho'ng harf bilan yozilsa, faqat yaratquchini, Tangrini, Xudoni ko'rsatadi. One degan bir degan nima cho'ng harf bilan yozsak, bu mu shu bir Tangrini, bir yaratquchini ko'rsatadi. Unda Almighty One ikkalasininki harfi cho'ng yozilgan. Ya'ni hammaga qudratlik biri. Hammaga qudratlik biri degan shu Alloh yoki yaratquchi yoki Tangri degan ma'ni ko'rsatadi. Unda countless praises to the Almighty One. Sanaqsiz
Hamdu sanalar hammaga qudratlik shu birisiga bo'lsin demakchi. Shu birisi bu yerda yaratquchini ko'rsatdi. Hamda keyindan who does not pass away. Who deganimiz shu degan, ya'ni bu yerda Allohni, ya'ni yaratquchini, Tangrini ko'rsatdi. Who does not pass away. Pass away degan gap o'lmak, bu olamdan o'tib ketmak, yo'qolmak degan ma'noda, ya'ni nima qilmaydigan, o'lmaydigan. O'lmaydigan, o'lmas, hammaga qudratlik shu birisiga son sanoqsiz madiyalar bo'lsin deydi inglizchada. Uyg'ur tilida qaraysak, qudratlik Allohga tuman ming sana va ko'p madiya bo'lsin, u yo'qolmaydi. Undaqda keyingi misralarga qaraylik. U, bu yer u shu yaratquchini ko'rsatdi. U bo'zyer, yeshil osmon, kun va oy, tunni, xalqni, zaman va kunlarni yaratdi. Ya'ni yaratquchi bo'zyer, yeshil osmon, kun va oy, tunni, xalqni, zaman va kunlarni yaratdi. Bundaqda ingliz tilida qaraydigan bo'lsak, he created. Biz yaratdi deganni keyiniga olgan bo'lsak, ingliz tilida beshida he created, u yaratdi, create deganimiz yaratmoq. He created, u yaratdi the brown earth, brown degan qo'ng'ir, earth degan tuproq, qo'ng'ir tuproq. Hamda Uyg'ur tilida bo'zyer, ingliz tilida brown earth deb ilinadi. Qo'ng'ir tuproqni yaratdi. And blue sky va ko'k osmonni yaratdi. U bo'zyer, yeshil osmon. Shu vaqtda osmonni yeshil deb ataydi ekanda, shunga Uyg'ur tilida yeshil osmon deb olgan. He created the brown earth and blue sky. U yaratdi qo'ng'ir yer va ko'k osmonni, sun and moon, kun va oyni, sun deganimiz quyosh yoki kunmi deb olamiz emasmi? Beshimga kun tushdi deymiz, shu quyoshning nurini kun deymiz emasmi? Sun and moon, kun va oy, and all creatures va barliq maxluqotlarni, hamma yerda all creatures va barliq maxluqotlarni, night and day, tun va kunduzni, ya'ni kecha va kunni, ya'ni tunni deganimiz ashada night, and day va kunduzni, and the seasons va fasllarni. Zaman va kunlarni deb olgan bu yerda seasonga, fasllar deb olgan ingliz tilida. And then all creatures, barliq maxluqotlarni degan yeri Uyg'ur tilida tushib qolgan, hamda ingliz tilida qo'shib tarjima qilingan. Ya'ni he created, u yaratdi the brown earth, qo'ng'ir yer, and blue sky, ko'k osmon, sun, quyosh yoki kun, and moon va oy, and all creatures va barliq maxluqotlar, night and day, kecha va kunduz, ya'ni tun va kun, and the seasons va fasllarni yaratdi. Uyg'ur tili bilan ingliz tilidagi mazmunni selishtirib ko'rsanglar bo'ldi. Albatta, men kutadgu bilikninki tunji qitimliq dars tonishtirishida so'zlab o'tgan edim. Uyg'ur tili 2012-yildagi ya'ni Xalq nashriyati nashr qilgan nusxasidan ko'chirib ilingan. Ingliz tili tarjimasi bo'lsa 1983-84-yillarda nashr qilingan Robert Dankoff degan kishi nashr tarjim qilgan kitobdan ko'chirib ilingan. Demak, Uyg'ur tili va ingliz tili har ikkilisi mening amgikim emas albatta. Men faqat boshqa nurg'un shu tarjima qilgan kishilarning amgikini, ikki tilni selishtirib ko'pchilik bilan o'rtaqlashyapman xolos. Buni deb qo'yishni to'g'ri topdim. Keyingi misralarga qaraylik. Bu hamma borliqni xolidi va yaratdi.
birli payda bol devidi xalığının hemmisi payda boldu. U demekçi yani bu degine u ha aşağıda bu dep besip qalğan çığı var. U hemme barlıqını xalidi ve yarattı. Birli payda bol devidi xalığının hemmisi payda boldu. Ondaqda İngiliz tili qaraydigan bolsak, all these he brought into existence through his will, saying once be and they were. All these bu hemme barlıqını all these he brought into existence dedi. Yani muşu barlıq nərslərin hemmisi all these bayatında tilg'ilingan barlıq nərslər he brought into existence. Endi bir yerde bring into existence degan gap var. Existence degan mavjudluq, bring deganimiz ilib kirmak, bring into existence deganimiz mavjudluqqa ilib kirmak degan gap, yaratmak degan gap. Undaqda all these mushu narsalarning hammasini he brought into existence u yaratdi yoki mavjudluqqa ilib kirdi through arqali his will, his will o'zining irodasi bilan. Yoki will degan şu özünün iradesi deb tushunamiz, o'zining xohishi bilan yoki demak bu hamma barliqni xolidi va yaratdi degani bu hamma barliqni mushu hamma barliqni degani bu yerda mushu barliq hamma yaratgan narsa bu hamma barliqni demak degani mushu yaratgan hamma narsani xolidi va yaratdi. Shu yaratquchi xolab yaratdi deydi Uyghur tilida and İngiliz tilida all these he brought into existence through his will. Mushu barliq hamma narsalarni u yaratdi through his will. O'zining xohishi bilan yoki o'zining irodasi bilan. Saying once deyish orqali bir qitim birla paydo bo'l dedi. Saying once be degan bo'l. Bir qitimli bo'l degan dedi and they were. Ular bo'ldi. Were deganimiz bo'lmaq niki o'tgan zaman shakli. They were. Ular bo'ldi. Shu u bir qitimli bo'ldi dedi. Ular bo'ldi. Ya'ni ular bo'ldi degani ular paydo bo'ldi demakchi. Yaratilgan barliq narsalar uningga muhtoj. Muhtojsiz birli Tangri uning sheriki hamrohi yo'qdir deydi. Yaratilgan barliq narsalar muhtoj, ya'ni uningga muhtoj yaratquchiga. Muhtojsiz birli Tangri uning sheriki hamrohi yo'q. Muhtojsiz faqat birli Tangri bor, uning sheriki yo'q, ham hamrohi yo'q. Bu yaratquchining sifatlarini tasvirlatida kutadgu bilikda. All things that come into being are dependent on him. He alone depends on no one and has no associate. All things barliq narsalar, yaratilgan barliq narsalar deb qolgan Uyg'ur tilida. All things that come into being. Ham yerda come into being degan shu bo'lishga kirgan degan gap, yaratilgan degan gap savoqdashlar. Undaqda all things that come into being degan gap shu yaratilgan barliq narsalar yoki all things that were created deb tushunsak bo'ldi. All things that come into being are dependent. Yaratilgan barliq narsalar bo'lsa dependent. Dependent tayinidu yoki muhtoj on him uningga. Uningga tayinidu. Uningga muhtoj. Ya'ni yaratilgan barliq narsalar uningga muhtoj. All things that come into being are dependent on him. Mana mushu nuqtaga qaraydigan bo'lsak, ya'ni mushu jumlaning uzun qisqaligiga qaraydigan bo'lsak, Uyg'ur tilininki ifodalash kuchining intayin yuqori ekanligini biz his qila olamiz savoqdashlar. Ya'ni Uyg'ur tiliga bo'lgan faxrlanish tuyg'umiz intayin kuchlanib ketadi. Shaxsan mening, ya'ni yaratilgan barliq narsalar uningga muhtoj. Yaratilgan barliq narsalar uningga muhtoj. 5 so'z. Ham shu 5 so'z bilan tasvirlagan bu ideyani ingliz tiliga qaraydigan bo'lsak, all things that come into being are dependent on him degan 10 so'z bilan tasvirlayapti. Demak, Uyg'ur tilining naqadar ifodalash kuchiga boy ekanligini his qilib tura olamiz. Bu orqali albatta
özümüzningki tilimiz, özümüzning madaniyatimiz bo'lgan ishonchimiz, so'ygimiz, shundoqla ya'ni irodamiz deb ketayamdi va hokazolar kuchayib boradi. All things that come into being are dependent on him. Yaratilgan barliq narsalar uningga tayinadi. He alone depends on no one and has no associate. He alone, u yalg'iz, depends on, tayinadi, no one. U yalg'iz hech kishiga tayanmaydi deydi. Ya'ni u hech kishiga tayanmaydi. Hamda muhtojsiz birli Tangri degan shu. He alone depends on no one and has no associate. Va hech qanday sheriki yo'q. Associate deganimiz sheriki yoki hamroyi. Suyimli savoqdoshlar. Keyingi misralarga qaraylik. Ey erklik, qudratlik, mangu muhtojsiz Xudo, bu at seningdan boshqaga loyiq emas. Almighty, independent, eternal God, you alone this name befits. Almighty, hammaga qudratlik, independent, muhtojsiz, hech narsaga muhtoj emas, Uyg'ur tilidami degan mangu muhtojsiz, eternal, mangulik God, Xudo. Bu yerda independent, eternal God degani Uyg'ur tilida mangu muhtojsiz Xudo deb olgan, ingliz tilida muhtojsiz, mangulik Xudo deb olgan. Almighty, hammaga qudratlik. Ey erklik, qudratlik, mangu muhtojsiz Xudo deydi. Almighty, independent, eternal God, you alone this name, sen yalg'izli mushu ism befits, loyiq keladi. Ya'ni sangla mushu ism loyiq. Ya'ni mushu yaratquchi, mushu sifatlar, mushu biz da'vatgan ism sangla loyiq demakchi. Bu at seningdan boshqaga loyiq emas debdi. İngiliz tilida faqat sana yalg'izla mushu at, mushu ism sanga loyiq, befits, mos kelmak, loyiq kelmak degan gap. Keyingi misrasini ko'raylik. Ulug'luq va buyuklik sanga xos, seningdan boshqa sanga tang tush yo'q. Greatness and glory belong to you. You have no counterpart and no equal. Greatness, ulug'luq, and glory va shan shavkat, bu yerda buyuklik deb olgan, glory degan shan shavkat, buyuklik desak bo'ladi. Greatness, ulug'luq, and glory va shan shavkat belong to you. Sanga ta'alluq. Sanga ta'alluq, belong to you. Uyg'ur, ingliz tilida sanga ta'alluq, Uyg'ur tilida sanga xos. You have no counterpart. Seninki, you have, bar, no degan yo'q bo'ladi chog'da. You have no, sening yo'q, counterpart, hamrohing, and no equal. Va yo'q, no degan yo'q bu yerda, equal, tang tushung. Ya'ni sen bilan tang turadigan. Sening hamrohing yo'q va sening tang tushung yo'q. Ya'ni sen birdan bir yalg'iz Xudosan demakchi. Ey bir Tangri, sana boshqa birsi hargiz o'rtaq bo'la olmaydi. Sen hammadan avvalsan, azal ham oxirsan. Ey bir Tangri deydi. Ey bir yaratquchi yoki ey biri demakchi. Bu yerda you are one and no other one shares in your unity. You are the first and the last. İngilizce tercümesi qaraydigan bo'lsak, you are one. Sen birisan. Sen bo'lsang shu birisan. Ya'ni sen birsan demakchi. Ey bir Tangri deydi. Sen birsan
and no other one ve hiç biri other one yani başka biri no other one yani hiç başka biri shares in your unity. Unity degan birlik mujassimi degan gap sening birlikingda hech qandaq biri o'rtaqlasholmaydi. Ya'ni sening birlikingda hech qandaq biri sening birlikingga hech qandaq bir o'rtaq bo'la olmaydi degani. Bu yerda yana birisi kelib shu sen bilan sening birlikingni sen bilan o'rtaqlasholmaydi. Sen 2 emas, 3 emas demakchi. No other one shares in your unity. Sana boshqa birisi hargiz o'rtaq bo'la olmaydi deb qolgan Uyg'ur tilida. You are the first and the last. Sen bo'lsang tunjisi va eng oxirgisi. Sen hammadan avvalsan, azal ham oxirsan deydi. Sen hammadan avval degan gap you are the first, azal deganmi shu tunjisi ham oxirsan and the last va oxirsan deydi. Sening birlikingni hisoblashga bo'lmaydi. Sening qudrating hammaga yetadi. Uyg'ur tilidagi ifodalashmi shu, hamda ingliz tilida qanday ifodalangan? Your oneness has no admixture of plurality and your power extends to all things. Your oneness, sening birliking has degan bar, has no degan yo'q degan gap. Your oneness has no admixture of plurality. Plurality deganimiz ko'plik, admixture deganimiz aralashmasi. Undaqda admixture of plurality degan ko'plikning aralashmasi. Undaqda your oneness has no admixture of plurality. Sening birliking ko'plikning aralashmasi yo'q. Sening birlikingda ko'plikning aralashmasi yo'q. Ya'ni sening birlikingda ko'plikning aralashmasi yo'q degan. Hamda sening birlikingni hisoblashga bo'lmaydi deb Uyg'ur tilida, hozirgi zamon Uyg'ur tiliga shundaq yeshim olgan. Hamda ingliz tilida your oneness has no admixture of plurality. Sening birlikingda ko'plikning aralashmasi yo'q. Sening qudrating hammaga yetadi deb Uyg'urchada olgan bo'lsa, and your power sening qudrating degan gap extends to all things. Hamma narsalarga yetadi deb. Extend degan gap qo'l yetkazmak, qo'lini uzartib yetkazmak, uzartmak degan ma'noda extend degan gap tarimaq, taratmaq degan gap sening qudrating hamma narsaga taraydi, hamma narsaga yetadi degan. Müşahede sening birlikingni hisoblashga bo'lmaydi deb Uyg'ur tilida hozirgi zamon Uyg'ur tiliga o'zlashtirgan bo'lsa, ingliz tiliga bu chunki ingliz tiliga tarjima qilguvchi kishimi shu qadimki shu o'z vaqtida yozilgan asli nusxasidan ingliz tiliga tarjima qilgan. Hargizmi hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi tarjimasidan emas. Chunki hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi tarjimasi 1983-84-yillarda tunji qitim nashrga tayyorlangan. İngiliz tili ham shundoq. Demak, ingliz tili tarjimasi o'z vaqtidagi, ya'ni asli nusxasi bilan tunji qitim hozirgi zamon, yaqinqi zamon turk tiliga tarjima qilgan olim, ya'ni shu kishining ismini bu yerda tilga olmadim. Shu hozirgi zamon turk tili bilan asli nusxasi bo'lgan bir qancha asli nusxalar bor. Shuni asos qilib turib ingliz tiliga tarjima qilgan. Shunga bu yerda your oneness has no admixture of plurality deb tarjima qilgan. Ya'ni sening birlikingda ko'plikning aralashmasi yo'q. Ya'ni sening birlikingda ko'plikning aralashmasi yo'q degan gap sening birliking hargizmi bir qancha narsalardan tarkib topgan birlik emas demakchi. Next one. Shubihsizki sen birla ey mangulik Xudo, sen hisob qitilmaysan, inkormi qilinmaysan.
Without doubt, you are the one, sempiternal and everlasting, without taint of plurality or of division. Without doubt. Shubihsizki. Doubt degan shubhi. Undaqda without degan gap siz. Without doubt, shubihsiz. Shubihsizki you are the one. Sen bolsang shu birsan. Yani sen bolsang shu bir sen shu birdan bir xudasan. Sempiternal and everlasting. Özgermez ve mengülük. Sempiternal deganmi? Özgermez degan gap. Everlasting, mengülük. Özgermez ve mengülük. Ey mengülük xudo deb olgan uyg'ur tilida. Without taint of plurality. Hech qanday bir ko'plikning bundaq taint plurality degan ko'plik. Ko'plikning hech qanday bir izimi yo'q. Ya'ni ko'plik yo'q. Sen hisob qilinmaysan degani, sen undaq 1 2 3 deb seni sanamaymiz, sen faqat birsan demakchi. Or of division. Yoki bo'linadigan, bir qancha narsaga bo'lgili bo'ladigan emassan demakchi. Inkormi qilinmaysan deb olgan uyg'ur tilida, lekin ingliz tilida without taint of plurality or of division. Hech qanday bir ko'plik yoki bo'linishsiz demakchi. Ko'pliksiz ham bo'linishsiz. Ey hammani bilguchi mavjudotning haqiqati, ko'zimdan yiroqsan, ko'ngilga yaqinsan. Hamada amma deb tirnoq ichiga qo'ygan. You are the certain truth, knowing the inside and the outside. You are far from my eyes, close to my heart. You are the certain truth. Sen bolsang muqarrar haqiqatsan. You are the certain truth. Certain degan muqarrar, aniq, muayyanlashtirgan degan gap. Sen bolsang muayyan yoki muqarrar haqiqatsan. Ey hammani bilguchi mavjudotning haqiqatini ko'zimdan yiroqsan, ammo ko'ngilga yaqinsan deb olgan narsa. Ingliz tilida you are the certain truth. Sen bolsang muayyan yoki aniq. Sen bolsang aniq haqiqatsan. Knowing the inside and the outside. İçindikini ve teshidikini bilib turg'uchisan. You are far from my eyes. Sen ko'zimdan yiroqsan, ko'zlarimdan yiroqsan. Close to my heart. Yuragimga yaqinsan deb olgan. Sening barliqing kun oydek ro'shan ayandur. Buning taktini tushunishga aql farosat yetmaydi. Your existence is manifest as sun and moon, though my mind cannot encompass your nature. Your existence, sening barliqing, sening mavjudliqing is manifest. Bo'lsa ro'shandur as sun and moon. Quyosh va oydak, ya'ni kun va oydak ro'shan, aniqdir deydi sening barliqing. Though garchi my mind, garchi mening aqlim, mind degan bu yerda kalla, ya'ni biz aql deb. Garchi mening aqlim cannot encompass your nature, sening tabiatingni tushunishga yar bermismi? Garchi mening aqlim sening taktingni tushunishga degan gap, bu yerda tabiatingni, taktingni, your nature, sening taktingni tushunishga mening aql parastim garchi yar bermismi? Sening mavjudliqing kun va oydak ayandur yoki ro'shandur deydi. Sening birliking mavjud narsalarga bog'liq emas. Chunki hamma narsani sen yaratding, ular seningdir. Your unity has nothing in common with anything. You created everything, all things belong to you. Your unity, sening birliking, has nothing in common with anything. Sening birliking
has nothing in common with anything. Hiç qandaq narsa bilan o'rtaq emas. Ya'ni sening birligingni hech qandaq narsaga o'xshat qilib bo'lmaydi. Ya'ni hech qandaq narsa bilan o'rtaq emas. Ya'ni sening birliging u o'zingga xos bir birlik. Sening birliging mavjud narsalarga bog'liq emasligini, sening birliging your unity has nothing in common with anything. Sening birliging hech qandaq narsaga sening birliging hech qandaq narsaga o'xshat qilib bo'lmaydi sening birligingni. You created everything. Sen hamma narsani yaratding. All things belong to you. Hamma narsa sana tavadur. Bu Uyg'ur tilidagi bilan o'xshash. Barliq mavjudiyatni sen yaratding. Har qandaq narsa yo'qoladi, ammo senla qolasan yoki senla tirik qolasan. All perish except for you, the living one. All perish. Hamma narsa yo'qoladi, perish, yo'qolmoq. Except for you, sendan boshqa hamma narsa yo'qoladi. The living one. Hayot biri, ya'ni tirik biri deydi. Senla tirik birisan, qolgan hamma narsa yo'qoladi. Yaratquchining borligiga yaratilganlar guvoh, yaralgan ikki dunyo birligiga aniq shohid. Created things bear witness to the existence of the Creator. For things that come into being manifest duality and thus bear witness to unity. Mana Uyg'ur tilidagi qisqagina bir mazmunni ingliz tilida shundaq uzun mazmun bilan aran tushundirgan. Created things, yaratilgan narsalar, ya'ni yaratilganlar demakchi. Bear witness, guvohlik berdi to the existence, mavjudligiga of the Creator, yaratquchining borligiga, to the existence of the Creator, yaratquchining borligiga. Created things bear witness. Yaratilgan narsalar guvohlik berdi. Mushu gap, ya'ni yaratquchining borligiga yaratilganlar guvoh degan gap. For things that come into being, chunki yaratilgan narsalar, for things that come into being, chunki yaratilgan narsalar manifest, shohid bo'ludi yoki o'zini guvoh bo'ludi, duality, ikki dunyolikqa, and thus bear witness to unity, va shuning bilan birga Xudoning birligiga. Bear witness degan gap shohid bo'lmoq, to unity, va birlikka. Bu yerda barliq yaratilgan narsalar ikki dunyoning mavjudiyatiga hamda birligiga qana qildi? Shohid, aniq shohid bo'ldi. Manifest, bear witness deyishkilisa shohid bo'lmoq. Uyg'ur tilida shundaq yenik holda mushu ideyani yoritib bergan. Yaratquchining borligiga yaratilganlar guvoh. Created things bear witness to the existence of the Creator. For things that come into being manifest duality and thus bear witness to unity degan uzun gapga yaralgan ikki dunyo birligiga aniq shohid. Uningga o'xshaydigini yoki selishtirmasi yo'q. Nimishqa shundaq ekanligiga xaloyiqning aqli yetmaydi. Bu yerda yanla yaratquchining sifatlarini sifatlayotdi. There is nothing like him or resembling him, and the mind of his creatures cannot encompass his nature. There is nothing like him or resembling him. Uningga o'xshaydigan hech narsa yo'q. There is nothing like him or resembling him. Yoki resemble degan o'xshab ketadigan. Uningga o'xshaydigan yoki o'xshab ketadigan hech qanday narsa yo'q. Uningga o'xshaydigini yoki selishtirmasi yo'q deb olgan. And the mind of his creatures, uning yaratgan narsalarning aqli, u yaratgan narsalarning aqli degan xaloyiqning aqli demakchi. Cannot encompass, aqli tushunolmaydi his nature,
uning taktini, uning tabiatini, ya'ni uning kimligini degan gap. Nimishqa shundaq ekanligiga xaloyiqning aqli yetmaydi deb Uyg'ur tilida shundaq qolgan, ingliz tilida hozir men tushundirgandek. U mangmaydi, ya yatmaydi, uxlamaydi, o'yg'oq, uni o'xshitishga, ya silishtirishga, ya suratlashga bo'lmaydi. He does not walk or lie down. He does not sleep, but is ever wakeful. He does not assume the likeness of any bodily form. U mangmaydi, he does not walk or lie down, u yoki yatmaydi. He does not sleep, u uxlamaydi, but is ever wakeful. Hamisha o'yg'oqdir. He does not assume the likeness of any bodily form. Uni tasavvur qilishga bo'lmaydi, o'xshitib. He does not assume the likeness. Uni o'xshitib tasavvur qilishga bo'lmaydi of any bodily form. Hech qanday bir jismoniy narsaga, ya'ni moddiy bir narsaga uni qandaq biz uni o'xshitib tasavvur qilishga bo'lmaydi. Ya suratlashga bo'lmaydi deb olgan. Keynidimi, oldidimi emas, o'ngdimi, soldimi emas. Astidimi, ustidimi, ya o'ttirdimi, o'rni yo'q. Ya'ni uni ayada mayada digli desak bo'lmaydi demakchi. Undaqda he is neither before or behind, right nor left. His place is not above or below or in the middle. Undaqda he is neither before, u emas, neither degan ham emas degan gap, neither nor, neither or, nor deganlar. Undaqda u before oldidim emas or behind keyindim emas, right nor left o'ngdim emas, soldim emas. His place is not above, uning o'rni ustidim emas, or below yoki astidim emas, or in the middle yoki o'ttirdim emas. Uyg'ur tilidagi ifodalash qarsak bo'ladi albatta. Ingliz tilida shunday o'xshash. O'rinni u yaratdi, biroq uning o'rni yo'q. Uningsiz o'rin yo'q. Buningga ishon. Demak, o'rinni shu yaratuvchi yaratdi, lekin uning o'rni yo'q. Ya'ni sen o'rnini beksang bo'lmaydi, yaratuvchining albatta deydi. Uningsiz o'rin yo'q. U bo'lmagan bo'lsa, o'rinmi bo'lmaydi. Buningga ishon. Mushu az bizga amaliyotda yaratuvchining, Tangrining, Xudoning, Allohning nimasini sifatlarini bizga bir-birlab ichib beradi. Birinchi bobda so'zini bayat bilan boshlagan. Qutadğu bilikniki asli shu qadimki 10 asrning oldida yozilgan shaklda yaratuvchini shu qadimki Uyg'ur tilidagi bayat degan nom bilan olgan. Hozir biz har xil nomlar bilan atayapmizku. Yani yaratuvchi, Tangri, Egam, Allah va hokazo. He has no place, for he created space, and without him no place would be. Ingliz tilida qaraydigan bo'lsak, he has no place, uning o'rni yo'q, for he created, chunki u yaratgan space, bo'shliqni, and without him, uningsiz no place would be. Uningsiz hech qanday o'rin bo'lmaydi. You may be sure of this. Sen buni muayyanlashtirishing kerak, ya'ni buni jazmlashtirishing kerak, buningga ishonishing kerak degan gap. Ey sirlarga yaqin, ko'ngillardan yuksak Tangri. Barliq surat shakllar sana guvohdir. Deb Uyg'ur tili, hozirgi zamon Uyg'ur tiliga shundaq yashgan, hamda ingliz tilida qandaq biz ko'rib boqaylik. You are too lofty for the mind to encompass, but are close to the inmost heart. All form and shape bear witness to you. You are too lofty for the mind to encompass. Sen
bak sen şundaq lofty, bak yuqurdi sen for the mind to encompass. Yani aql, bizning aqlimiz tushunishga nisbatan, bizning aqlimiz yetishga nisbatan sen bak yuksaksan. You are too lofty for the mind to encompass. But are close to the inmost heart. Lekin bak yaqinsan bizning ichimizdagi qalbimizga. All form and shape, barliq form and shape, barliq shakl va qiliblar, yani har xil shakl va qilibdagi narsalar bear witness, sana guvohdir to you, sana guvoh bo'ladi, sana guvohdir deydi. Barliq surat shakllar degani all form and shape deb olgan. Barliq shakl va qilibdagi narsalar, har xil qilib shakllardagi narsalar sana guvoh bo'la oladi. Sana guvohdir. Sen tümenmin san sanaqsız teriklarni yarattın, tüzlan, tağ, deniz, döng, oyman yerlerini yarattın. You created the myriads of living beings, the mountains, plains, and seas, the hills and hollows. You created, sen yarattın, the myriads, san sanaqsız of living beings, mevcudatlarni, teriklarni yarattın. Living being degan yaşıg'uchi narsalar. Sen yaşıg'uchi, san sanaqsız yaşıg'uchi narsalarni yarattın, yani teriklarni yarattın. The mountains, tağlar, plains, tuzlanliklar, and seas, denizlar, the hills, dongluklar, and hollows ve çoğ koçaklar, yani oymanlarını yarattın. Yeşil asmanını tömenmin yultuz bilen bezidin, karanğı tünni nurluq kündüz bilen yoruttun. You adorned the blue sky with countless stars and illuminated the dark night with bright daylight. You adorned, sen bezidin, the blue sky, kök asmanını with countless stars, san sanaqsız yıldızlar bilen kök asmanını bezidin, and illuminated ve yoruttun the dark night, karangu tünni with bright daylight, yoruk gün nuru bilen. Deydi. Qanchılığan uçuduğan, yürüdüğan, tenidiğan jallıqlar seningdin ozuq elip yaşaydı. Qanchılığan degan hamma degan gapim. All things that breathe, those that fly in the air, and those that walk on the ground receive sustenance from you. Barliq narsalar, all things that breathe, tiniq oladigan barliq narsalar, those that fly, uçudigan barliq narsalar in the air, yani havada, and those that walk on the ground, ve ziminda, ground, yani ziminda mangadigan barliq narsalar, receive sustenance, uzuq tapşırıp alıdı from you, sendin. Yuqurida erishtin, tövendi yerga qadar, barcha narsa birdak sana muhtoj, ey egam. All things from the throne above to the dust below are dependent on you, O Lord. Barliq narsalar, all things from the throne, erishtin tatib, throne degan bu erishdiki taxt deb ma'nosi bor ingliz tilida, lekin erish deb oladi. Throne degan bu yerda t cho'ng harflar yozsa, bu taxt, throne degan asli yani padişah kiydigan taj, taxtni ko'rsatadi, o'ltiradigan taxt, kiydigan taj. Endi t'ni cho'ng harf bilan yozgan vaqtda bu arishni ko'rsatadi, ya'ni yo'q, shu taxt, arish. All things from the throne above to the dust. Shu arishdan tatib yuqoridagi, to the dust below, tövendiki yerga qadar. Dust degan
bu chang tozan, yani köstürü. Yukarıdaki eriştin tatip, tövendeki chang tozanga kadar, yani yerge kadar hamma narsalar, all things, barliq narsalar are dependent, muhtaj on you. Sana muhtaj, O Lord, ey egam. Ey bir Tanrıga ishonguvchi, uni tiling bilan madhiyala, diling shaksiz ishongan ekan, aqlingni yavash tut. O you who believe in the one, ey sen deydi, who believe in the one, yani shu bir Tanrıga ishonguvchi sen, praise him with your tongue. Tongue degan til. Tiling bilan uni madhiyala. Once your heart is without doubt. Qalbing shaksiz holatga kelgan chog'da, yani diling shaksiz ishongan ekan demakchi. Keep your mind at rest. Aqlingni aram oldir deydi. Aqlingni yavash tut. Onun tektiga yetiman dema, ko'ngilni ko'zat. Onun barliqiga ishonda, xotirjamlikka erish. Onun tektiga yetiman dema. Do not concern yourself with his qualities and quiddities. Do not concern yourself. O'zingni avar qilma. Nimaga avar qilma? With his qualities and quiddities. Yani uning degan bu yer yaratquchining sifat va tabiati, yani yaratquchining takti, yaratquchining zodi taktiga demakchi bu sifat va tabiatiga yetaman deb o'zingni qanday qilma? Avar qilma. Do not concern yourself. O'zingni avar qilma deydi. Uning taktiga yetaman dema. Yani o'zingni avar qilma, uningki sifat va tabiatni tushunaman deb. Yani sifat va tabiat, yana shu hamma narsani texim yana ko'chilama demakchi. Guard your heart. Qalbingni guard, qo'g'da. Ko'ngilni ko'zat degani bu yerda. Qalbingni qo'g'da deydi. Be confident of his existence. Ishon uning mavjudligiga, uning barligiga ishon. And va you will have peace of mind. Peace of mind degan xotirjam. You will have peace of mind. Shuning bilan senda xotirjamlik bo'ladi. Uning qayerda qandoqligi haqida izlanma. O'zingni tut, hech yerda va hech qachon emas deb bil, ko'p so'zlama. Restrain yourself. O'zingni qanaqa qil? Tutib ol. O'zingni tut degan shadi. Restrain yourself. O'zingni tutib ol. Do not go into, ichkirilab kirma, how, qandaqsiga, and wherefore, nima sababdan deb ichkirilab kirma. He is without how and wherefore. U, yani yaratquchi qandaq yoki nima sababdan deganlardan unda deyishdan mustasnodir. Know this, bunu bilgin, and be silent. Va be silent, jim bo'l, ko'p so'zlama degan yer shu. Silent degan jim, be silent. Ey muhtojsiz egam, sen bu muhtoj qulunga shafqat qilib, barliq gunohlarini kechirgin. My Lord, ey muhtojsiz egam dedi. Bu yerda my Lord, mening egam, mening Rabbim deb aytdi. You who are independent, yani sen muhtojsiz egam demakchi. Ashar ey muhtojsiz egam degan gapni bu yerda my Lord, you who are independent deb uzun gap bilan aran degan gapda. Take sen bu muhtoj qulunga shafqat qilib, take pity on this dependent slave. Take pity, shafqat qil degan gap. Take pity on this dependent slave.
bu muhtaç kulunga. Dependent degan muhtaç, slave, kul. Bu kulunga şefkat kıl, muhtaç kulunga şefkat kıl. And pardon his sins. Ve onun günahlarını keçirgin. Sağılı sığındım, ümidim sende, muhtaç bolgan yerimde menin kolumnu tut. You are my refuge and hope. Hold my hand in my needy state. You are my refuge. Refuge degan hech qandaq bir qo'g'dinadigan joy topolmaganda qo'g'dinadigan o'rinni refuge deymiz. Qo'g'dinadigan joyni. Undaq you are my refuge. Sen bo'lsang mening qo'g'dinadigan joyimsan. Yoki demak sen mening seg'inadiganimsan. Masalan men seg'in bu yerga seg'inish ma'lum odamni ko'gis kelib seg'inish emas, balki muhtojlikdan shu seg'inmoq degan ma'noda. Sangli seg'indim degani you are my refuge. Sen bo'lsang birdan bir meni qo'g'dug'ichimsan and my hope va umidimsan. Hold my hand, qo'limni tutqin in my needy state. Mening muhtoj bo'lgan holatimda, ya'ni muhtoj bo'lgan yerimda mening qo'limni tut degan gap shu. Meni so'yimlik payg'ambar bilan birga turg'iz, adolat kuni uni menga yetakchi qil. Raise me up, ya'ni meni turg'iz along with your beloved apostle. Sening so'yimlik apostle, elchang, payg'ambaring, sen avatgan shu so'yimlik elchang bilan meni birga turg'iz. And make him my intercessor va uni qilg'in men uchun duo qilg'uchi, mening gunohlarimni duoda gunohlarimning mag'firat bo'lishini duoda tilguchi qilg'in uni on the day of judgment, ya'ni shu qiyomat kunida, ya'ni so'roq so'riladigan so'roq kunida, ya'ni adolat kunida. Tut hemrahining hammasiga davomliq üzüldürmey tümenmin salam yetküz. Upon his 4 companions also convey uninterrupted greetings. Upon degan ustiga, his 4 companions. Onun tut hemrahiga degan gap. Also hamda convey yetküzgin, onun tut hemrahiga yetküzgin uninterrupted. Uninterrupted degan gap üzülmeydigan, üzülüp qalmaydigan greetings, salamlarni. Onun tut emrayığı hem üzülmeydigan salamlar bolsun demekçi. Salamlarni yetküz. Uluğ günde maňa ulanın yüzünü körsät, yaxşı sözünü maňa yol körsätgüç qıl. Show forth their faces on that terrible day. Şu terrible, qabih gün, bu qiyomat gününü köstüdü, bu yerda ulug' gün deb Uyg'ur tilida olgan bo'lsa, shu qabih, shu qo'rqinchli shu kunda ularning yuzini menga ko'rsatgin. Bu 4 sahobani da'vatida Muhammad alayhissalomga dastlabda ergashgan 4 sahoba. And let them intercede for me with calmly speech. Ularning mening gunohimning mag'firat bo'lishini tilab duo qilishiga yo'l bergin. Ya'ni yaxshi so'zini menga yo'l ko'rsatgich qil deb tarjima qilgan Uyg'urchada. Yani deb yashgan demakchi. Sana loyiqida madhiya o'qiyolmayman, seni o'zingni maqta, so'zim kesildi. Men yerda so'zib deb olib qopdim, ammo mening besishdagi xatoligim, so'zim kesildi.
I cannot praise you as you deserve. I cannot praise you as you deserve. You praise yourself and let my words be done. I cannot praise you. Men medihiye okuyalmayman. You deserve, as you deserve. Yani sana layık, yani sana layıkda medihiye okuyalmayman. You praise yourself. Sen özenge mediye okuyun. Yani bir yerde mening o senin mediyalishim hech qanchalik mediya emas demoqchiyam. And let my words be done. Mening gaplarimning gaplarim mushahadat tugab qolsin. Yani so'zim kesildi deydi. Sevimli savoqdoshlar, kutadgu bilikning birinchi bob yaratquchig'i bo'lgan madihiya mazmunidagi birinchi bob tugidi. Bu kutadgu bilik 80 bobdan ortiq, 85, 86 degandek boblardan tarkib topgan. Oldingi 4-5 bobida oldi bilan yaratquchi, ya'ni Alloh taologa shu vaqtda bayat deb olgan, bayatqa bo'lgan, ya'ni yaratquchiga, Tangriga bo'lgan, Alloh taologa bo'lgan madiyasi. Ikkinchi bobda elchi, ya'ni payg'ambarga bo'lgan, Muhammad alayhissalomga bo'lgan salimi. Onundan keyin 3-bobda 4 sahabaga bo'lgan salomlar degandek shuningdan keyin endi bara haqiqiy gapning ya'ni kutadgu bilikda texmi bayon qilmoqchi bo'lgan mazmunlar keyingi boblarda texmi tafsiliy so'zlandi. Bugun shunday qilib birinchi bobni herhalde g'albilik so'zlab olgan bo'ldik. Mushu orqali qadrli savoqdoshlarning bir tarafdan ingliz tili o'rganishiga yordam bo'lishini umid qilgan bo'lsam, yana bir tarafdan kutadgu bilikning mazmuni bilan tanışıp chiqish, ya'ni mazmunini o'rganish va shu orqali hayotımızda, turmushimizda xizmat va xizmatimizda kutadgu bilikda ko'rsatilgan aql farosatlarni o'zimizda mujassamlashimizga yordamlik turtkusi bo'ladi degan umid bilan bu darslarni so'zlayapman. Agar bu mazmunlarni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, mening bu darsimni texmi ko'p tarqitib qo'yishinglarni va shu orqali texmi ko'p kishilarning mening bu darsxonamga agishib texmi ko'p mazmunlardan paydalanishini umid qilaman. Shuning bilan bu yerda men so'zimni kesay, kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.